Assalomu alaykum. Asiya fasad klinika ishqibozlari. Mana, Xudo xolasa bu uyimizda reka to'qilganini ham bir ko'rsatib o'tdik. Mana oq lazer sho'pa mokrosvetdan qilib beryapmiz. Juda chiroyli chiqyapti. Mana ko'rib o'tsalar bo'ladi. Mana konditsionerlar o'lini ham shunday urib borib turib konditsionerni chiqarib qo'yib ketishaveradi. Mana bu laks sepilmagan holati, laks sepilsa yaltirab bleski berib chiroyli bo'lib qoladi. Xudo xolasa so'kkilarimizdan bir xil svetga o'tib qoladi. Mana so'kkilar ustiga tunikofon ketadi. Mana burchaklarga ham tunikofon ketadi. Go'lohlik tunikofon ketadi mokrisdan. Mana bu joyimiz 200-250 kvadrat atrofidagi uyimiz. Juda chiroyli chiqyapti, mana ko'rib o'tsalaring bo'ladi. Bu fasadni plitkalar bizda har xil turi, har xil ranglari bor. O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda dastavka qilib beraveramiz. Devor tanlamas plitkalar. Devoringiz sho'r chiqamish, shlaka blok, bundaqa xomg'ish, pina blok, shlaka blok hammasi ketaveradi. Sinchli devorlar. Devor tanlamaydi. Devorlaringiz notekis bo'lsa ham to'g'rilanib ketaveradi. Bu biznesga qiziqqan aka-ukalarga qoliplarni ham ishlab chiqaramiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bog'ot tumani. Kelib yotib, o'rganib ketishlari mumkin. Bu plitkalarimizni ham O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda dastavka qilib beramiz. Bu plitkalarimizni bitkazib berishga ham olamiz. Reyka hamma narsa ichida, Xudo xolasa bitkazib berishga ham olaveramiz ishlarni. Bizda YouTube, Instagram, Telegram kanallarimiz bor. Reklamani tagida qo'yib qo'yamiz. Bemalol kirib ko'rishlari mumkin. Pastda nomerlarimizni ham qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.